Assalomu alaykum, hurmatli kitobxon. Bugun sizlar bilan 9-sinf adabiyot darsligidan o'rin olgan Alisher Navoiy qalamiga mansub bo'lgan Farhod va Shirin dostonini tinglaymiz. G'aming durdar, manga tobu, tavon ham. Erur darding chekardin qutijon ham. Qayon erdim, qayon chekdi junonim. Junundan yo va soz bo'ldi funonim. Yozarda nomani xushundim ozdim. Junundan hech bilmon kim ne yozdim. Chu men devona o'zdan erman ogoh. Ne safhu etdim raqam astag'firulloh. Hatto af et qalamg'a bu raqamdan. Ki majnunlar bo'lurmi mafu qalamdan. Farhod maktubni tugatdi-da do'stiga topshirdi. Shopir esa Shiringa maktubni yetkazdi. Ushbu maktubni Shirin isrob chekib o'qir ekan, qalbi tirnalar. Farhodining tirik ekandan shodlanib, yerga bosh qo'yar. Chekayotgan azoblarini anglab, nola qilib, ko'z yoshlarini to'kardi. Xat mazmunini Mehnbonuga so'zlab berganida Malika ham g'amga to'ldi. Keyin shopirga o'z ehtiromlarini bildirib, izzat-ikrom ila ko'rsatdi. Undan Farhodning ahvolini birma-bir so'rar ekanlar, ko'z yoshlarini to'xtata olishmasdi. Shopir ikki sevishgan qalb sohiblarining maktublarini bir-biriga yetkazib yurar ekan, Xusraf bundan xabardor bo'lib qoldi. Farhod bilan Shirinning o'zaro kelishib, biron yoqqa qochib ketishlari mumkinligini, ularni qidirib topishganda ham bu pahlavon yigitni qo'lga olish oson bo'lmasligini o'ylagan shoh o'ziga otilgan toshni esladi. Farhodning har bir qadamini kuzatib yurish foydasizligiga ko'zi yetgan Xusraf va buzruk umid hiyla o'ylab topishdi. Ayonlar ularning huzuriga bir hiylakor kampirni topib kelishdi. Unga bor gapni yashirin bayon qilishdi. Hadsiz hisobsiz mukofotni va'da qilib, Farhod tomon jo'natdilar. Bu makkora bir necha kun mobaynida dasht va vodiylarni o'tib, Farhodning manzilgohi bo'lgan tog' oldiga yetib bordi. Uni ko'rgan Farhod darrov ortidan turib salom berdi-da, bu tomonlarga kelishdan maqsadi nima ekanini so'radi. Kampir: "Men el yurtimdan voz kechgan zaif, xastajon bir odamman. 10-15 yildan beri bir xilvat joydan yashab, toat, ibodat bilan mashg'ul edim. Jahondagi biron kishi bilan ishim yo'q. Tangridan o'zga bir kishim ham yo'q edi. Arman mulkida tinchlik, omonlik bo'lganidan mening holim ham xotirjam edi. Parvez otliq bir shoh kelib, elning tinchligini buzdi-yu, sen bu haqda eshitgan bo'lsan kerak. Elning ahvoli ham, mening hayotim ham o'zgarib ketdi. U yerda toat, ibodat qilish qiyin bo'lib qoldi. Shunda kechiktirmay eldan yiroqroq bir yerda yashay, umrim ham oz qoldi. O'lsam o'sha makondagi g'or menga g'or bo'ladi, deb o'ylab bu tomonga yo'l urdim. Tog'da kezib yurib shu manzilda yo'qtirib qoldim. O'zim tog' ichida tirik bo'lsam ham umrdan qo'limni yuvib qo'yganman. Odamzod vafosiz, uni eslashdan foyda yo'q", dedi. Bu so'zlarni eshitgan Farhod xursand bo'lib uning oldidagi tuproqni, keyin oyog'ini o'pdi-da, "Vafosizlik jahon ahlining odati. Biron ish seni xafa qilgan ko'rinadi. Arman diyoridagi ahvol tufayli ko'ngling g'ubor topdimi?" deb so'radi. Makkora: "Ey o'g'lim, gaplaring rost. Bu mamlakatda omonlik ketib, o'rnini yomonlik egallagan. Mehnbonu bilan Xusraf yarashib, o'zaro yaqin bo'lib olishdi. Xusraf nigoh ishini oraga solgan edi, Malika ham rozi bo'la qoldi. Ba'zilar zahar ichgandir deyishyapti." Shirinning o'limini eshitgach, o'lim oldida ham Farhod uning tilida ekan, dedi. U ushbu so'zlarni aytar ekan, og'zidan "oh, vodarigh" degan iboralar to'xtamay chiqdi.
Bu afsonani eshitgan Farhodning ko'ksiga 100 ming tig' urilgandek bo'ldi. Makkora kampirning hiylakorlik bilan aytilgan so'zlarini eshitib, bag'ri pora bo'lgan Farhod tog' ichida faryod chekib borar ekan, holsizlanib yiqildi. Turishga necha bor harakat qildi-yu, har safar yiqilaverdi. So'ng qattiq tosh ustida talpinishga tushib, boshini toshlarga ura boshladi. Ajal ko'ksini pora qilgan bu bechora yigitning ahvolini ko'rib turgan vodiy va tog'lar zor yig'ladi. Jismidagi yaralar qip-qizil gullarni eslatar, atrofidagi gullar esa o'tlarni o'xshardi. Farhod umri davomida tugab borayotganini sezgach, otasi bilan onasini ko'z oldiga keltirib, Saboga xitob qilib, barcha yaqinlariga salom yo'lladi. Dostonning aynan shu joydan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, doston yolg'on va hiylagarlikning inson taqdiriga qanday salbiy ta'sir qilishi haqida chuqur saboq beradi. Farhod kampirdan eshitgan yolg'on xabar uni umidsizlikka soladi, hayotdan voz kechishga majbur qiladi. Bu holat yolg'onning qancha azob va halokatga olib kelishini ko'rsatadi. Ushbu loyihadan ko'zlangan asosiy maqsadimiz shuki, Alisher Navoiyning asarlarini yoshlar orasida keng ko'lamda targ'ib eta olish, guruhda ishlash ko'nikmasini, birdamlik, aqlli ko'nikmalarni shakllantirish, shuningdek har bir o'quvchining o'zida bo'lgan iqtidorini taqdim etish ko'zlangan maqsadimiz hisoblanadi.